Yaxshimsiz? Ha, yaxshimsiz. O'ltiring. Kasal ko'rsatdingiz. Yo'q, fikam tamoq yey deb kelgan kaskanlarman bormi? Bu oshxona emas. Unda bo'lib qolsa, chichimni bir yeb qo'yam fikam. Aka kallangiz joyida-da. Bu yer nega o'xshatib qo'yapsiz? Bu degan doktorxona. Shundami fikam, sizning kallangiz joyida-da. Doktorxonaga bir kasal ko'rsatgil kelmay, tong so'ynig'il kelamdi. Nim kasal bo'lib qoldingiz? Fikam, siz doktormi, sistrami? Men o'zimning nim kasal bo'lib qolganini bilsam, doktorxonaga kelib tekshirdim adamda. Voy, nimanda terikka kakasiz o'ltiring. Neringiz og'riyotdi? Abi obdarra qarab biqinga narim og'riydi. Kasal deganda qarab bo'lmaydi aka. Bunda tepishmoqda gap qilmay. Neringiz bearam bo'lgan bo'lsa demamsiz. Ya mening bir yerim og'rimaydi, bir yerim bearammi bo'lmaydi fikam. Unda xo'sh doktorxonaga nima ish keldingiz? Lekin menda ig'ir kasal bor. Sizda bearam bo'lmaydi, lekin kasal bor. Bu qanday gap bo'lib ketdi? Fikam bu menda gap qarang. Bizning mahalga Jiddilashmay o'ltiribsizlar. to'xtang. Bizning mahalga kelsam turakmi sop-soq odamdi. Bir kechalik tuyuqsizlar qidqib o'lib qoldi. O'sha odamdan kasal olmasa o'lib qolam fikam. O'zingizdan gumon qilib qolibsiz-da. To'g'ri fikam. Ha, menda demamsiz. O'ltiring aka. Unda bo'lsa ahvollaringizni azroq egallab boqay. Ishtoyingiz qandayroq? Ishtayim hech qanday emas fikam. Ya qo'sqingiz achamdi, tomoq yegingiz kelamdi deyaptimi? Fikam qo'sqim ochmay tamoq yemsam, men o'lib qolmamdan bu chaqqa. Qarang, ish oldingizga ming'atda kelgan odam bo'lsa, "Ma odamning qo'sqi ochidi ekanda, tomoq yebdi" deb o'ylasangiz bo'layverdi. Ha, ma'qul. Cho'ng kichik tartingiz joyida-da. Mavo gap bo'lmadi fikam. Mana bu cho'ng kichik tartni joyida qilgan ko'zingizga bovoq bola ko'rinayotamdim men. Men cho'q qarang. Çoğunu o'ltirib, kichkini o'rtirib, o'zimning g'ashini o'zim to'liq chiqa olmayman. Voy, jilixonlik qilmang aka, o'ltiring. Men shu sizning cho'ng kichik tartingiz normalmi deb so'rayapman. Normal olmayamsa fikam. Qanday tarix qilsam, men shunga o'xshash tarix qilaman. Adabsiz savol so'raydigan doktor kabi. Ha, xapaman. Ayolingiz bormi? Ba. O'ylangil qanchalik bo'ldi? 1 yil oldi. Bu kechikib to'y qilib ketgansizda? Ya fikam, men 25 yil to'y qildim. Ha. Bu 20 yaşınız to'y qilsangiz, o'ylangili 1 yil bo'lsa, endi 21 yoshga kirdingizmi? Ya fikam, men 4 qitim o'ylangan. 4 xotin olgandan, ha? Ya, xotin 3, 4 qitim o'ylangan. Tushunmadim aka. Men tushuntirib qo'yay fikam sizga. Men birinchi xotinni ilib, uning kelishmay yo'lga sap qo'yib, ikkinchisini ilib, uning yo'lga sap qo'yib, uchinchisini ilib, uning yo'lga sap qo'yib, ikkinchisini qayta olgan. Shunga xotin 3, o'ylanganim 4. Endi tushundingizmi? Ha, tushundim. Sizlarga matematikada grupplash deganda faqat yaxshi o'rganmagan bola ekansiz, ha? Ha, o'rgangan aka. Hozir ayolingiz bilan munosabatingiz qanday? Hozir ayolim bilan shu boshqa munosabat yo'q fikam. Ayollik munosabati. Ne bileyim, ayolingiz bilan yaxshi o'tyapsiz demakchi. Fikam. Bu siz doktormi yo meni qiynatammi? Ya, ayolim bilan tanishishimiz bormi-ya? Asta, tuzuk gap qiling aka. Bu sizning salomatligingiz bilan bevosita munosabati va oilangiz xotirjam bo'lsa, salomatligingizmi yaxshi bo'ldi emasmi? Uyqungiz qandayroq? Fikam, shu boshqalarnikiga o'xshash fikam. Kech o'g'anda yotgan kirib puflayman. Tong atganda yotgandan qopaman. Qadab meni shaq tuflaydigan qushqashmi kelganman. Ya, tushunamsiz. Bunda bir uyqungiz kelamdi deb so'rayapman. Fikam, masvalni bakbalan so'radingiz juma. Tush ko'rgandimcha alomat tush ko'raman fikam. Shu mening ko'rgan tushim ko'p qismli televiziya teatrida uzun, mazmuni murakkab tushlarni ko'raman. Bu tushimdagi jimi personajning hamma salbiy personaj, menli ijobiy personaj fikam. Tush ko'ryapsam, televizorda loppada to'kachgandek o'g'ini kitma, shuni uxlayolmayman emasmi fikam. Undoq bo'lsa aka, bir yeringiz bearam bo'lmaydi shundaqmi? Ya, bir yerim bearam bo'lmaydi. Ha, o'ltiring aka. Siz o'zingizdan ortiqcha gumon qilmay, ko'ngil ko'ksingizni kang tutib, tomoqlaringizni vaqti-vaqtida yeb, orimingizni yaxshi olsangiz, sizda kasal yo'q-ku aka. Ya fikam, to'xtang, o'zim bir tekshiray. Mana, o'ja. Nima bo'ldi aka? Mana fikam, mening tomoq so'qishim bilan yurak so'qish faqat bir yerda emas. Menda ig'ir kasal bor fikam.
Voy, nimaga asosan bunda deb turibsiz aka? Jinim ufkam aş Hasan Turak ölüp ketken beri kallamda muş xiyal. Aka o Hasan Turak degan, Hasan Turak siz degan siz. Balkim o Hasan Turak hayat vaqtida ashta uşaq ishlarga sal qarab yurgan bo'g'aydi. Bay degan gaplaringiz rostli bo'lsa, o'zingizdan ansirmay, ortiq gumon qilmay uyingizga kelib yaxshi dam olsangiz, sizda ansirgidek kasal yo'q aka. Jinim ufkam. Siz beni müşta depla işti yolu sap koymak şundama. Ondan ço rast ketme dep aka. Sizden kesiliniz ne tapanmadım. Bak kosaktaki o maçsel az gap kaldır dana asa kayıt valay. Aka bu sizde kasal olmasa yo'q demay, nima deyman qiziq gap qilgansiz. Kayına ufkam. Moşkinning doktorlar ço ahhalatni chiroyli qatırıp kivagan bilen kosaktaki o maçның tayini yok. Hökumetning maşını bekagıl alışla ufkam mesele. Qalayimqan gap qilmang aka. Mening 10 yillik tarixim bor, unvonim bor doktorjimi? Unvanınız var mı? Ha. Ha, undas bir dikkat çıkaran ufkam. Unvanınız bir köre. Unvan deganni yoniq sep saqlıq olmaydı. Öydə. İşenmisiniz ateşe çıkıp koridoru qarab yakın resmim çaplaqlaq. Vay, kayına ufkam. O resimni uyak çaptı bakın olup üstü doktor oldu kaçmam ki. Ha, makul siz qaysi mektepte okugan? Hiç yönde. Biləsiz? Ha, bilime ufkam, bilime. Aşağıda 6 yıl okugan. 6 yıl? Mani emes mi ufkam, mani emes mi? Cimi adam 4 yıl, 5 yıl okugan mektepni siz 6 yıl okudunuz. Ha, bunun makul. Deplemanızı bir çıkırına köre. Aka bu sizden men sonra qilgan nima huquqingiz var? Ya ufkam, sorakkan bidim. Terikman, deplemanızı çıkırına köre. Öydə ishqabda. Deplemanız mı ya? Ay, yani bir qitim makul ufkam. Muş mektepte okugan deylik intam deydigan bir işler var. İntam bergen boğuydunuz? Ha? Ha, şu intam qarşısınız çıkırgan doğup körep bakay, neçe yılip okugan balasız. Aka bu 10 yıldan aldırdık intam qağızını yançuqum qısab saxlamayma dana. Siz ad nim deməkçi? Ufkam, sizde ya ünvan bulmasa, ya depleme bulmasa, intam qarşısın bulmasa. Demek mi doktorluğunuzga ispat yok diyen gap qo'yasiz. Ma axalat mı ispat bulamam da? Vay vay, ufkam axalat kötürüne axalatınız ne? O axalat ne bizden malik satıraç, yizim son bilen, aşpez Kasım koymak mı kida? Yendim boldu? Taptım ufkam ben, taptım. Nimini? Sizin aslen nemiş kıldığınızı taptım. Dep bireyim ufkam. Devran aka. Siz aslen muşu doktorxanının goloska otqalaydigan işçi şunda ama. Tüzük gap qılan ha? Men ma golu qotqalap baxmadım texiçe. Aldırma ufkam. Ben sizge tepsili bir çöndürüp ötey. Siz muşu golog otqalaş jarayonida doktorlar bilan tanışdınız. Onundan keyin doğru okullarını farqlandırışni ve total rest yüzüşni öğrendiniz. Arqıdılama doktorxana başlığının keyinden to'xtamay par berib yurib, bir kechilim ishada o'tirib kasal ko'radigan doktorga aylandingiz shundami? Jo'ylman. Nim deməkçi siz adi? Ha? Unda o- Nim qıpma deysiz? Kechilimni topamam siz hamsa. Tepberemden. Olturun. Men. Mavi qandan, mavi sudikning, mavi bichovning, mavi shinyantoning, ma sitining mushтай shurishlarni qilib, yana kiring, qo'ping. Ufkam, mishinchi vala tekshirishni qilsam, kesilim chiqa. Chiqmasimi chiqirmaz aka menga. Haqli ufkam. Can müştam adamla uchrayotgan ha. Xizmat to'xtab qoldi. Voy. Zahirdan qimmat tekshirishki ne bu? Yurakni so'g'agandekli minkoy pulni sug'urib oldi. Endi bu kasal chiqib baqaqini ko'rdig'ining var. Tekshirib bo'ldingizmi? Ha. Qon besimingiz yuqori ekan. Mavi qonni may qaplabdi. Manada cho'ng masala yo'q ekan. Nemishqa masala chiqib qolganda buni? To'xtang oldirmang. Ma jigarni may qaplabdi. Ma'nim bo'lsa. Bir haftalik doriyangiz beray ichib baqamsiz. Abi yezib baqing haqini. Bang. Ma dorilarni elib yanimga kiring.
Neçe pullik doğru ekanmi şu? Qimmat emas 5-6 koyluq keldi. Miyak chiqqan ukam. Yeni nim bo'ldi aka? Ya miyak chiqqan? Ha. Mana bir mındob singilapi qarab turgan nimaga o'xshaydi ekanman men? Adamga shu? O rahmat ukam, ko'pdan ko'p rahmat. Siz qamutni Najibga o'xshatmadingiz yaxshi. Men bu yilqi cho'ng banklarni ochgan bankirga, ya oltin kan qazdigan kankirga o'xshamadimmi? Ya. Ha o'xshamaltimi bo'lmasa? Bekadimika tekshirib kerdingiz. Men ko'p pullik tekshirib kirdim. Endi men doğrunu 5-6 koyga al deysiz. Ya siz beni operatsiya qilmisangiz ukam. Ya men bir yutib akammisangiz. Bekadimika 1,20 koy xajdamdan men sizga. Aka bu kesilimni teppa dedingiz. Kesilingizni teppa dedim. Yenim tugmagan gap bu. Undavasi dana ukam. Men boya ishxonangiz kirgan vaqtda sizda kasal yo'q dedingiz. Endi kasal bor deysiz. Qaysi gapingiz rost? Voy sizni cho kesal desa kesal, kesal emas desa kesal emas. Nədunda gap ekan nədə? Ma üstel emas desa üstel emas bo'lib qolamda. Sizda aksi desa aksi, xotin kishisiz xotin kishi bo'lib qolamsiz gap qiling. Bu onun o'xshamaydi ikki ish. İkisi o'xshash bir ish. Astagfir. Siz jo'sig'im men rak kasal olib chiqsam, shundami? Uydagi pulning hammani doktorxonaga tiqsam, bos umiyetmay bir qazda olib kelsam patang'icha. Siz mukofot degan sharaq ep hajlab ketsingiz. Moshkinning doktorlarcha pul deyishni bas hech kimni uqmaydi. O qo'ymaychilar. Aka, men meni nim desangiz dang, mayli. Lekin miya kelib, mening vaqtimni miyan qilayman qilmay chiqarashgandan. Sizda kasalni ko'rmayman. Nima degan tugmagan gap bu? Chiqarashgandan siz oldingiz kelgan bemorga shunday muomala qilamsiz ukam? Ha, mushta muomala qilma. Sizda kasbiy axloq deydigan narsa yo'q ekan. Ustingizni az qilmasinlar. Voy, nega berib asılsınız qilinglar? Chiqarashgandan. Qilma shu. Voy Yasinca. O'z kendim deb keldim. Voy, şu et degende özleri menden hamma yerimni kesal qoplab ketdi. Doktorxona berib ko'rinmasam bo'lmaydi deb chiqargandilar. Qarasam hozirgacha qaytib kelmadilar. Shuning bilan bir ig'roq kesal chiqib qolganmi deb keyinlarda ansirab kelishimdi shu. Sanki boss men bir ig'ir kasal olib chiqsam, kechki bir jenimma be chiqsa, bankirlik puli bilan o'zimning hammasi sanqas shundami? Ma ishxondan nadim tutding sen? Voy shu butkul koridorda shu sizning ovozlarini anglab kirdim. To'la gap qilmay, mana az qilamiz. Voy nega borman? Ey acha to'xtang ha. Bu qanday odam bu yeringiz? Voy ufka, bu bir ish qilib qo'ymagandu. Voy kesilimni teppa deb vaqirab, jaqirab qalaymiqan qilma ishxonni. Qiziq odamka bu. Voy xop bo'lmagan ufkam sat bo'pti. Sizga desam, bunu mening oldimda og'a ayoli bilan, mening keynimda og'a ayolning har ishkilisi. Ha, deppagan. Siz o'ttirikisiz-ku? Shu har ishkilisi bundan bankadagi pullarni elib, boshqa bir akish bilan qochib ketganda, ha? Shundan keyin bu hamma gumon bilan qaraydigan, hech kimga ishonmaydigan bo'lib qoldi. Ba'zi texi meni ishim qilsa har sabsada bikaga urib tillab ketadi. Shunga bir yaxshiroq davolaydigan ish bo'lsa davolab qo'ysangiz bo'pti-ku. Endi bunda kasalni bizning mobilimda davolayolmaymiz. Bo'lsa, bu neri kasalliklar bilimi yoki psixik bilimga kirib, qaytadan bir tekshirish qilib baqsanglar bo'larmiki? Hozir men gapingizdan anglasam, biza ig'irlab qolganda qildi. Bunda bo'laversa xatarlik. Ems qanday qilsak bo'lar? Hey! Ma doktor bilan tanishirga o'xshamamsan? Tuzuk gap qiling siz ha? Og'zingni ochmasan. Voy yo'q. Men bu doktorni hozir ko'rishim. Hey! Unda vasma doktorga jab yomon gapimni qilib ketding ya sen. Yo'q. Baya ma doktor ayolingizning ahvoli qandaroq deganda ko'nglim gumon tushgan mening. Ishkingning zori masalasi bor. Shunga ma ishxonni asalda tep keldim degina sen. Hamda naq isbotli qo'lga tushdingmi? Buzuq rasvolar. Voy, nima qo'rqinch odam bu? Nadisi? Sizlar menga tuhmat qilyaptilar. Men ashunda xudimmi? Ha? Burimi menga ishonmaydilar. Hozirmi menga ishonmaydiganlar? Maqsadingga yetdingmi ukam? Ha, rost.
Ma xotini qo'yversam, endi o'zing olasa. Men ko'p pul ko'yna kelib berasa.